Assalomu alaykum qizlarjonlar. Qaysizlar? Yaxshimisizlar? Sog'liklaring yaxshimi? Men hozir bolalarni maktabga tashladim va ular yasagan mana bunaqa oyoq kiyimchalari magazinga tashlagan ketyapman. Qizlarjonlar, bu oyoq kiyimchalar nimaga kerak? Nima uchun magazinga qo'yiladi? Aslida har yili noyabrning oxirida Ispaniyadan shu Gollandiyaga qorbobo keladi. Uni Sinterklaas deyshadi yoki Svetoy Nikolay shunaqangi nomlari bor. Bu haqida albatta batafsil gapirib beraman. Shu dekabr 5-6 dekabrlarda ushbu bayramni nishonlashadi Gollandiyada umuman. Va ko'p magazinlarda mana bunaqa qog'ozlar olib, bolalar bo'yab, oyoq kiyim yasashadi. Oyoq kiyimchalarni yana shu magazinga olib kelib, hozir men sizlarga stendini ko'rsataman. Shu stendga qo'yib qo'yishadi. Taxminan 26-27 noyabrlargacha ushbu stend to'ladi bolajonlarni ishlari bilan, bolajonlar yasagan oyoq kiyimchalar bilan va shu 27 noyabrgacha oyoq kiyimchalarni ichiga har xil qorbobodan sovg'alarni solib qo'yishadi. Keyin ota-onalar kelib bolalari uchun birga olib ketishlari mumkin. Hozir bu yil ota-onalar kelib olib ketishsin deyishgan, chunki bolalar magazinga kirishmayapti, mumkin emas, ko'p bolalar kirmaydi. Umuman biror bir magazinda bola ko'rmadim, to'g'risi bu pandemiya bilan. Shirin mana alohida yana xatam yozibdi. Ushbu xatni ham oyoq kiyimchani chetga tashlab qo'yaman albatta. Ko'ramiz, inobatga olisharmikin. Albatta shu datasi kelganda biz birgalikda kelib olib ketamiz sovg'amizni. Qizlar, men hozir magazinga kirdim. Anchadan beri kichkina qizim uxlaganda taqish uchun mana bunaqa maska juda ham xohlayotdi. Hozir ko'rib qoldim, lekin birinchi 6 yevroga narsa olsangiz, keyin buni tekinga olishingiz mumkin ekan. Shuning uchun 6 yevroga biror bir narsa olishimiz kerak. Menimcha Griskurni birorta spreydan olsam kerak, chunki qizlarim sochlariga ham ko'p ishlataman. Mana buni olamiz. Va sovg'aga buni olamiz. Menimcha juda ham xursand bo'ladilar qizimiz. Qizlar Gollandiyada Rojdestvolari yaqinlashgan paytda bolalarga, umuman kattalarga ham bersa bo'ladi. Mana bunaqa ismlarini birinchi harfi bilan ataladigan shokoladlar beriladi. Masalan, Sara bo'lsa S harfida, Nigora bo'lsa N harfida. Mana shunaqa shokoladlar berish urf-odatlari bor. Qaranglar, qancha bitta polka shokoladlar, umuman hamma magazinlarda to'lib ketadi shunaqa harfli shokoladlar. Mana bu rosa ham qiziq stend. Bu nima deydi? Kasal bo'lib qolgan postoperatsionni davrdagi insonlarga, og'rig'i bor insonlarga yordam beradigan, qulayliklar qilib beradigan stendi. Mana qaranglar, mana gipsi bor odamlar, masalan, cho'milgisi keladigan bo'lsa, gipsi ho'l bo'lib ketmasligi uchun mana bunaqa qo'lqop kiyib bemalol cho'milishi mumkin. Mana oyoq uchun bor. Juda ham zo'r o'ylab topishgan, qaranglar. Mana bu gilosdanligidan bo'lgan yostiqchalar, yig'iladigan hassa. Juda ham zo'r, qulay. Insonlar hayotini, ya'ni biror bir nima deydi,
biror bir qiyinchilikka uchrab qolgan, sog'lig'iga qiyinchilikka uchrab qolgan insonlarga qulaylik yaratib berish stendi. Qizlar, bugun biz ujinga xo'jayinim ikkalamiz losos balig'ini qovurmoqchimiz. Hozir bizda magazinlarda, ayniqsa lososlarga juda ham zo'r narxga aksiyalar ketmoqda. Biz 1 kilo, 1,5 kilo deyarli baliqni taxminan $20 oldik. Bu juda ham yaxshi narx. Qizlar, baliq qovurayotganimizda eng oddiy retseptdan foydalanganimiz ma'qul. Ana o'shanda baliqni mazasi yanada ochiladi. Ortiqcha retsepti keragi yo'q. Eng oddiy retsept bilan mazali baliqni qovurilishiga, pishishiga erishishimiz mumkin. Oddiy tuz, sariyog' yoki bo'lmasam oddiy yog' va sarimsoq, piyoz baliq ta'mini yanada ochib berishga yordam beradi. Qizlariki, mana bizning ujinimiz ham tayyor bo'ldi. Balig'imiz juda ham zo'r chiqdi, mazalari ham, ta'mi ham. Buni biz bu partiyani, keyingi partiyani duxovkaga solib pishirib ola qoldik, shoshilganligimiz uchun. Juda ham yaxshi chiqdi, sochniy. Oldiga mana turkcha pilav qildim. Slivochniy yog'lar bilan salatik qildim. Limon bilan qo'shib yeyilsa, yana ham mazali bo'ladi. Yoqimli ishtahalar. Qizlar, ertaga xo'jayinimning tug'ilgan kunlari, tayyorgarliklarimni boshladim. Ular eng yaxshi ko'radigan tortlarni hozir pishirishga tushdim. Ular medavikni juda ham yaxshi ko'rishadi. O'zi aslida mehmon chaqirmaymiz, o'zimiz farzandlarimiz bilan o'tiramiz. Lekin shunday bo'lsa-da, albatta tug'ilgan kun bu degani tort bo'lishi kerak stolda. O'zlari biron bir yaxshi ko'rgan shirin ovqatlarni pishirib beraman, xudo xolasa ertaga. Shunaqa tortim pishgandan keyin albatta oxirgi ko'rinishini sizlarga ko'rsataman. Ulgursam. Medavikni retseptini qo'ymadim. Internetda juda ham ko'p retseptlari qarashlaring mumkin. Agar yo'q, meni retseptim aynan sizlarni qiziqtirsa, albatta yozib qoldiraman. Qizlar, o'tgan safargi videolarimda ko'rsatgan mana bu uxlovchi juda ham az qotdi va juda ham qulay narsa ekan. Haqiqatdan ham, ayniqsa medavik tortda boshqa uxlovlar yopishib qoladi. Bu umuman yopishmadi va juda ham qulay bo'ldi. Albatta olib ishlatib ko'ringlar. Dadan! Medavik tortim ham tayyor. Ustiga uvoqlarni sepib bo'ldim. Ertaga Shirinoy va Laylosh bilan birga ustini chiroyli qilib bezatamiz. Hozir turgan qo'yib qo'yaman. Yaxshilab propitkasini yaxshilab olgandan keyin xudo xolasa ertalab yasatamiz. Shu qizlar, endi hozir yig'ishtirib, mana ham dam olgani yotaman. Hamma uxlagan bizda. Soat 1 bo'lyapti. Yana bir kunlaringni men bilan birga o'tkazganlaring uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa ertaga ko'rishguncha yaxshi dam olinglar.